Anda. Elan ayırınlap bu ya. Dehşet Allah. Resirka Allah. Dehşet layadım bir dayak kıldık çıba. Ey. Lekin talep esinglardi da. Kishilarning esida qoladigan, muhimi pul oz ketadigan. Mahsulot aniq gavdalantirilgan. Suratda suratga ilishib mos keladigan. Qisqa, ham qiziqarli loyiha kerak-ku. Ha, mana. Allah natahlik sizlarga. Yaraysizlar. Qaranglar. Mavi e'lon bizning shirkat qurilib ishlayotgan tunji e'lon. Shu bu ham mahsulotning e'loni, ham bizning shirkatning e'loni. Yaxshi ishlamsak bo'lmaydi, ha? Yaxshilaymiz. Resirka. Bu da kallang dehşet işlep tucuma. Qanday deysa? Qara, ma buran başı 2 ay film degan dehşet yapalik ham uzun bir nima ekan tiqtigina qara. Uni qamlashtiramidi? Shundaqmi? Ma MTV degan mo tas qayin yo'q bir nima ekan tiqtigan. Ma e'lon amalga palaq pulliqlik qilib qoldik ekanmiz 1 million pul degina. Ey, ma ishlagan e'lonning mahsulotning egisiga yarimsa 1 tiyin bermaydi. Buning ta'siri bor. Baldi. Ma quruq gapni qo'yib, ma vaqtaz qoldi. Vaqtincha tutay. Qaysini deysizlar? Resirka ma deb baqayma. Senma? Ha, ma deb baqayma. Dehşet qiziq kulib o'lsa acaba. Shundami? Chaqqan degina. Degina. Bundan kelma degina. Bu yerga bak. What? Bu gachchidi. Gap bo'ldingmi? Qiziq emasmikan? Bu iniq deymansan, hech nimani bilmadim-ku men. Dedim, hech nimani olmadim men. Iniq davni. Qanday loyiha bu? Ye, balangza. Mavla tushunmagan o'xshaydi. Biz ash o'ynab ko'rsatmandik. Shunday qilinglar, chaqqan bo'linglar. Bila. Operator. Bu yoqqa kel. Surat kelib qo'yla, Ha, maqtul. Material bo'ladi. Sen yi Kat. Sana nima sen yi. Men deyma. Jim tur. Tayyorlik. Diqqat. Sen yi. Music. Men xiyman! Mana bir tal tuxuma taqizir! Bu chaqda men koinotga eng kuchli odamga yo'llisim bo'lsa, arsh yo'llisi aylandi. Xiyman markali qartoqli tuxumi. Ey. Sen bu tuxumni yegandan keyin xiymanda ko'p ketsa demoqchiman. Operatorka, men xiyman mush tuxumni yeb, mushunda pishib ketdi degan ma'no chiqdi-ku. Ayzobdi-ku, maqsad egallar cho'qim tanlaydi. Ey, to'xtanglar. Lekin bu butun adam bildigan karton film tursa. Unda bo'lsa nim bo'pti? Shu bo'lmaydi unda bo'lsa. Resirka, ya bo'lmasa men tuxumni yeblam xiymanga aylanib qolayman. Qara, bu loyihadagi yana bir masala nima desang, tuxumni yeyishdan burunqi ojizlik aks ettirilmaydi. Sen o'zingning osh qisqa qiziqarli loyihalaringni bir deb baqmamsan. Qachon shundoq deydi deb turganda. Voy, shundami? Aql kellamsan. Tayyorlik. Diqqat. Set, yi, action. Ne oldu? Ne oldu lan? Bu senin loyiharing mi? Ya men sizga tushuntirib qo'y. Buvoqni qarang, mush tuxumni yegandan keyin quvvati ichiga patmay, stress oldingi portlash aks ettirilgan loyiha. Demak, sen bu e'lon televizorda qo'yilgandan keyin oxirida o'zing chiqib tushuntirib qo'yasan-da? Lozimlik, 100% lozimlik. Bunda titraydigan shu bu tuxumni kim oldi? Amerikaning loyihasimi yarmidi. Deqa boyiqi e'lonni yechinishlikka deysa, men sening e'loning qo'rqinishlikka. Bu e'lon degan men hozir televizorda qo'yilayotgan e'lonlardek ko'ngillik, erkin ozoda xushal ko'ran bo'lmamdi. Ritsorka, mening loyiham sizning talabingiz yiqilishib qoldi. Men ko'stay, men. Xudoyim, siz nima ishlarni qilasiz ham? Chaqaroq bo'ling, Diqqat.
Tayyorlik. Dikkat. Sen, music. Kuvvetsiz bolsanız bu tuxumni yakatan Olmada önemini görsiz Olmada önemini görsiz Kuvvetsiz bolsanız bu tuxumni yakatan Olmada önemini görsiz Tuxum yaxshi Hey! Kut! Yaraysiz! Mana, loyihaga manda. Anviligi bor, naqshi bor, musiqa bor, usul bor. Bo'ldi, shu suratlarimiz. Wow. Ya yan televizor var mı yok mu? Ne bo'ldi? Lozim bitti? Ya man künde televizor berotsa gendanning e'loni bu. Voy, tuxumni e'lon qilmamdi. Zıkkandap kalsınız gendanni ishilting 10 minutda meni ko'rsiz. Gendan yaxshi. Ha. Shuningda foydalanib o'zgartgan shu. Oho, ya kalla qattiribsiz jima. Ya gendan degan gapni tuxumga o'zgartmak o'ng'ay gap Bu to'rtinglardan tuzukroq bir ijodiyat chiqadigan ishlandigan. Tutunga mani, mening loyiharimni olaylik. Tutunga. Ha. Mana, mushu bo'yicha surat olamiz. Qanday tushunish bo'ptimi ya? Buning tushunmagidek hech yer yo'q-ku buni. Gap qildingmi operator? Dashshat tushunishni bo'ptimi? Ha, unda o'z tayyorlik. Chaqan bilinglar tayyorlik qilamiz. Diqqat. Tayyorlik tutma. Set, action. Ya xan, qo'lingizni ko'targan nima bor? Qartoqu tuxumi. Ya bu qartoqu oq tuxum tuxumdik ya, qar tuxummi? Ha? Voy. Mana tuxumdan boshqa tuxumlardan nima farqi bor demakchi? Ha, mundaq danga. Bu rasmiy yerlik qartoqu. Yerlik aptapchon bo'lgan qurt qo'ng'izlarni yeb tuqqan tuxum bo'lib, yeganlarning tiniga darmon qo'shidi. Qon besim, yurak kasal, o'titash, yallig' baliq alayda shifo qiladi. Chechi yo'qlarga chash chiqadi. Yana bir alaydligi shakli elastiklik ega bo'lib, chiqilib ketmaydi. To'sh qulaylik. Agar sog'lom o'riqlayman desangiz, shaklni pijo aralashtirib ichib bersangiz, sog'lom o'riqlash maqsadiga bemalollik tanlaysiz. Ye! Nima? Elastiklik qildingizmi? Mana. Voy. Bu tuxum bundan tursa buni qanday so'yib yeydi? Buni so'yib emas, chaydovlar to'g'rab yeydi. Alamet tuxum kajima. Shunga bu qartoqu tuxumida. Tuxumlarning shohi, qartoqu tuxumi. Surat qilinglar. Ha, shunday yaxshi. Yaxshimi? Bo'ldi, ishdi. Berib suratlarni kirishtiramiz. Bilinglar. Ya resurka. Ha? Boy degan gaplar jin gapmi ya? Qaysi? O'ttitash, qon besimi, chash qildi degan gaplar-chi? Ya, bizga e'lon biz anchimiz ko'p turmizda. Ey, lekin biz rost demasak bo'lmaydi, juma. Vallahi, agarda mushundaq sehrli tuxum bildigan bo'lsa, butkul doktorxonalarning hammasini va qartoqu boqadigan ferma qilib o'zgartirsak, kelgan bemorlarning hammasini tuxum bilan joylab. Doktorimiz qon besimim yo'qirdi, to'g'rimi? Ha, men sizga bu qartoqu tuxumidan kesib beray qaram. Siz buni kunda atdiganda suvda pishirib yapsangiz, ash qon besimingizni shap qilib tushirib qaram. Mana ilma to'g'ri qanday deydi. Doktor, o'tim og'rib ketadi. Sizga bu qartoqu tuxumidan kesib beray qaram. Buni kunda atdiganda kunda 3 vaqt bir talda yapsangiz, ash o'tingizga shap qilib qo'ying. To'g'ri qanday deydi. Doktor, bu yaqinroq chechimdan chiqib davosi bormidi? Men sizga o'sha qartoqu tuxumidan bir oylik kesib beray qaram. Buni kunda kashda tovida mayda pishirib, beshingizga kiyib uxlab bersangiz, eshakning tutida erkak. Bunda qilaylik. O'shalar sog'lom ichish maqsadli qartoqu tuxumi bozor qilinadi. Siz mayli uyda, mayli yo'lda, mayli ishxona, mayli obunida bo'lsin, hayotingizga olam shu qulaysizliklarni olib kelayotgan semizlikni biroq qutlaydisangiz, qartoqu tuxumiga iltijo qilib. Bugun biz naq maydonda qartoqu tuxumini sekinlik sizlarga tushuntirib beramiz. Mana bu Shuhrat apanimning qartoqu tuxumini yeyishdan burun qoldi. Shuhrat apanim qartoqu tuxumni 15 kundan keyin sizlar ishingizsiz darajada o'rg'ildi. Shuhrat apanim qarab boqaylik. Shuhrat apanim sahnaga marhamat. Shuhrat apanim qartoqu tuxumni bo'shajoqqa o'rg'ilsiz ta'sir qilasiz. Ayatjon. Kat.
kat. O'zinglar jizanglik qilib ketdinglar. Ey, biz endi bu e'lonni ma qarto'xo tuxumi boshqa tuxumdimi nachar bo'lsa mani ammay boshqasini elinglar deb ishlamdi. Ha? Ma to'ytoning jiningni beqishing bormi yo'qmi? Resurka, sakrma. Mada parang-barang 3-4 sarang deganda ko'ngilli ishlayotmandiq deyman. Bo'ldi. Ma fermini xo'jayin telefon qilibdi. Jim, ha? Assalomu alaykum. Ha, xo'jayin eshitma. Ha, boya e'lonni jiddiy surat kelyapti. Ha, shuni telefonni ololmaydi. Ha, bo'ldi. Biz ertatigan degan vaqt sizga topshiramiz. Nima? Ha? Ya xo'jayin. Voy. Nima deydi? Ava to'qo fermisidagi qarto'qolar dandan zaharlanib bir kechalarimiz o'lib qoldi. Ma e'lonni vaqtincha ishlamaydigan bo'lib qoldik dedi. To'qolar o'ylab O'ylab Ha. Ey!